Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Do'stlar, bugun Angliya Premyer Ligasining 32-turi doirasida Manchester City hamda Abduqodir Husanov o'z uyida Crystal Palace'ni qabul qiladi. Do'stlar, Manchester City uchun juda muhim uchrashuv, chunki Manchester City ayni paytda turnir jadvalida 6-o'rinda ketmoqda. Eng muhim savolga bugun men sizlarga javob berishga harakat qilaman. Xo'sh, nega Abduqodir Husanov tarkibda yo'q? Nega Abduqodir Husanov ikkita o'yindan beri asosiy tarkibda maydonga tushmayapti, hattoki maydonga tushirilmayapti? Ko'pchilik haytervachchalar bo'ldi. Abduqodir sindi, Abduqodir u bo'ldi, Abduqodir bu bo'ldi, Abduqodir o'yin olmaydi, Abduqodir sotib yuborishadi, Abduqodir u bo'ladi degan har xil ig'vo, yolg'on, tuhmatlarni yog'dirishmoqda. Lekin men sizlarga bugun real faktlar asosida nega Abduqodir Husanov Manchester City'ning so'nggi o'yinlarida maydonga tushmay qolganligi haqida ma'lumotni berib o'taman. Bu taxminim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini siz kommentariyalarda yozib qolasiz. Do'stlar, bilasiz, Abduqodir Husanov yaqinda O'zbekistonga kelib ketdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan Qirg'iziston hamda Eron milliy terma jamoalariga qarshi uchrashuvlarda maydonga tushdi va harakat qildi. Undan tashqari Abduqodir Husanovni turli xil tadbirlar, turli xil ishlar bilan chalg'itishdi. Xullas, Abduqodir Husanov O'zbekistonga kelganda ham ruhan, ham jismonan ancha kuch yo'qotdi. Qanday bo'lgani, nima qolgani haqida men ikir-chikirni aytmayman, o'zingiz hammasini bilasiz. Xullas, Abduqodir Husanov O'zbekistondan juda ham toliqqan holda Angliyaga qaytib ketdi. Buni esa Manchester City'ning murabbiylar shtabi, jismoniy holatga javob beradigan murabbiylar, har bir futbolchi terma jamoadan qaytgandan so'ng u qanday holatda qaytdi? Jarohati bormi, jarohati yo'qmi, jismoniy holati qanday bo'ldi? Bitta tekshirishadi. Chunki ular uchun har bir futbolchining kelajagi, ayniqsa Abduqodir Husanovga o'xshagan yosh futbolchining kelajagi, bitta xato bir futbolchining karyerasiga katta yomon ta'sir qilishini bilishadi va shuning uchun ham uning ham tekshirishgan va qanday qilib soat 10 gacha va 11 gacha qattiq o'ynab, erta azonda soat 6 da turib bir joyga borib tadbirda qatnashgan bolaning jismoniy holati yaxshi bo'lishi mumkin. Albatta yomon bo'ladi. O'zingiz tasavvur qiling. Siz kun bo'yi jismoniy toliqdingiz, juda qattiq mehnat qildingiz, yakunda 2 soatdan oshiqroq futbol o'ynadingiz. Bu oson ish emas. Kim hayotida 2 soat futbol o'ynagan bo'lsa, buni his qiladi. Bu insondan juda katta kuch yo'qotishni talab qiladi va siz uxlab, damni olib, undan tashqari tiklanish ishlarini olib borish o'rniga erta azondan qanaqadir tadbirlarga borib qatnashdingiz. Bunday holatda har qanaqa jismoniy holati kuchli bo'lgan, hattoki Cristiano Ronaldoning ham jismoniy holati yomon bo'lib ketadi. Va keyin u yerga, bu yerga olib yurish sizni, u yerda ko'rsatishdi, bu yerda ko'rsatishdi, u deyishdi, bu deyishdi va keyin siz Eronga jo'nab ketdingiz, Eronda ham o'yinlarni o'tkazdingiz va tiklanmasdan Manchester City'ga qaytib ketdingiz. Mana bunday holatda har qanday futbolchining jismoniy holati tushib ketadi va o'ylaymanki, mening taxminimcha mana shu jismoniy holat tushib ketgandan so'ng, ya'ni fiziki holati, bu yomon o'yin yo boshqa narsa, shunchaki insonning jismoniy holati bo'ladi. O'sha jismoniy holat tushib ketganini ko'rgan City murabbiylar shtabi Abduqodirni tiklanib olishiga vaqt berishdi va nasib qilsa bugun, endi men bir narsa deyishga ham qo'rqib qoldim o'tgan safar, chunki 99% tushadi deganimda tushmay qoldi. Bugun nasib qilsa, meni o'z shaxsiy taxminim Abduqodir Husanov tiklanib bo'lgan va o'yinga tayyor deb o'ylaymiz va bugun Crystal Palace'ga qarshi o'ynaydi. Ana endi yana bir muhim savolga javob beraman. Xo'sh, Abduqodir Husanov va Manchester City o'rtasidagi uchrashuv soat nechida bo'ladi? Bugun 12-aprel kuni O'zbekiston vaqti bilan 16:30 da Rossiya, Sankt-Peterburg, Moskva shaharlari vaqtlari bilan esa 14:30 da bo'lib o'tadi. Uchrashuv ming afsuski na Rossiya telekanallarida, na O'zbekistonning Zo'r TV, Sport TV, Futbol TV hech qaysi kanallarida olib bermaydi. Angliya Premyer Ligasini O'zbekistonning hech qaysi telekanali ko'rsatmaydi. Bu kubok musobaqasi emas. Premyer Ligani esa hech qayerda ko'rsatmaydi. Shunday ekan, majbur bo'lamiz internet orqali tomosha qilishga. Shaxsan o'zim ham internet orqali tomosha qilaman va sizlarga ham taklif qilaman. Siz agar jonli efirni, ya'ni Manchester City hamda Crystal Palace o'rtasidagi uchrashuvni jonli efirda tomosha qilishni xohlasangiz, bizning Telegram kanalimiz, Futbol vaqtining Telegram kanali orqali o'tib, mazza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Telegram kanalimiz manzilini men mana shu videoning kommentariyasida qoldiraman. Jonli efir manzili degan yozuv bo'ladi. Shu yozuvni pastida ko'k yozuvni ustiga bosib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib, mazza qilib futbolni tomosha qilsanglar bo'ladi. Xo'sh do'stlar,
Abduqodir Husanov haqida qoldirgan taxminlarimni nega u Cityning tarkibida o'ynamayotganligi haqida taxminlarimga qo'shilasizmi, yo'qmi? Sizda qanday taxminlar bor? Undan tashqari do'stlar, bugungi uchrashuv Manchester City hamda Crystal Palace o'rtasidagi uchrashuvdan qanday natija kutyapsiz? Hammasi haqida yozib qoldiring. Yana aytib o'taman do'stlar, Futbol vaqti kanali mana shu 2025-yilda 500 minglik obunachilik marrani kesib o'tmoqchi. Imkon bo'lsa, jigarim, do'stim, birodarim, shunchaki obuna bo'lish, podpisatsiya, subject tugmasini bitta bosib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, videoga like bosing, bizga obuna bo'ling. Biz har doim haqiqatni, to'g'rini gapirishga harakat qilganmiz. Bizni qo'llab-quvvatlasangiz, nasib qilsa, kam bo'lmaysiz. Futbol haqida bitta yaxshi kanalga obuna bo'lgan bo'lasiz. Qo'llab-quvvatlang, kelinglar do'stlar, birgalikda mana shu 2025-yilda 500 minglik marrani zabt etaylik. Bu juda ham zo'r bo'lardi. Hech qachon men obuna bo'ling, like bosing demaganman. Bilasizlar, videolarimni ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana shu oxirgi videolarda shuni so'rayapman, majbur bo'lyapman. Obuna bo'ling do'stim, obuna bo'lib tomosha qiling, biz xursand bo'lamiz. Futbol vaqtida qoling va futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Jigar, men sizga aytdim. Obuna bo'ling, obuna bo'lsangiz Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Xullas do'stlar, xayr, salomat bo'ling.